Bizdan yana prisadka qilishni o'rganamiz. O'rganimizdan keyin mana ichidagi ildizlarni hammasini olib tashlaymiz. Masalan, aytgancha bu kartoshkali gul sarasiga kiradi. O'zidan ildiz otadi. Mana polni olib tashlaymiz yaxshilab. Olib tashlaganimizdan keyin garshokka обязательно drenaj solamiz. Bundan degan o'sha beradi. Solishimiz kerak. Buni solganimizdan keyin albatta o'g'il aktivirlangan mana sepib olamiz yaxshilab. Kartoshkasini boda kesgan bo'lsa o'sha joylariga ishqalaymiz. Ildizlarni hammasiga yaxshilab qo'yib olamiz. Keyin ichini mana buni to'g'ri olamiz azmi. Solganimizdan keyin mana karnimin bor. Karnimin. O'shani hamma yoqda sepib chiqamiz. Bu bekayotganda polni ildizlarni yaxshi otib berishiga, o'ziga kelib olishiga, stressga uchramasligiga, mana shu yangi tufligimizda yaxshi nima deyman, o'sib ketishiga kerak bo'ladigan pudra qilib sepdik. Bismillahirrohmanirrohim o'tkazamiz. Mana bu kartoshkasi bor edi, ichiga so'raman, bu o'sib chiqarib qo'yamiz. Keyin uni yaxshilab to'pol bilan to'ldiramiz. Hech qachon bechakda ish qilolmayman. Yaxshilab ekkanimizdan keyin ziyoda o'z udabreniyaviy suvimizni tayyorlab qo'yamiz. Yaxshilab bosamiz. O'rtasidan bosamiz o'shanda. Qo'limizni sindirib olmaymiz. O'rtasidan bosamiz. Ildizimizni mahkamlash uchun. Va qo'lini to'ldirib. Yaxshi bosib. To'ldirganimizdan keyin albatta to'g'rayamiz. Suvga solamiz. Yarmigacha suv tushdi. Keyin sirkon tayyorlab qo'yamiz. Yaxshilab sepib antistresslardan ildizlar yaxshi o'sishiga, ko'p bo'lishiga yaxshi foyda beradi. 15-20 minut turadi. Keyin olamiz, chetga tarelkaga qo'yib qo'yamiz. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, to'g'ri qo'yasizlar.